Barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan har doimgidek Dilis Normurodov. Va do'stlar, bugungi videoroligimizga aytadigan narsam, men Dilis o'ynashdan charchadim. Ya'ni Dilis o'ynayapman. Mana ko'rib turibsiz. 3 ta qism chiqarganman, lekin aktiv past. Va mana Free Fire haqida ham 2 ta video chiqardim. Lekin unda ham hali uncha emas, umuman aktiv yo'q. 16 tagina obunachim bor, 12 ta videodan. Xudoga shukr, lekin shortslarim yaxshi. Do'stlar, faqat videolarga ham like bosib, kanalga obuna bo'lishingizni istardim. Chunki do'stlar, 50 ta bo'lsak men stream qilardim. Shuning uchun do'stlar, men nikimni o'zgartiraman, ya'ni gamerlik qilaman, ya'ni bu nima degani? Desanglar, uncha menimcha hamma bilsa kerak, video yozib olmoqda. Hamma o'yinlar o'ynab chiqadi va 2 ta qismdan qilaman. Do'stlar, albatta sizlar like va obuna bosib qo'yinglar. Men shunaqa narsalarni chiqaraveraman. Kommentariyalarga do'stlar mana post qo'yganman. Mana post yozamiz. Qanaqa o'yin o'ynaymiz? Pastiga DLC Free Fire. Hop, yana qanaqa o'yin? Minecraft. Hop, yuboramiz. Qaysini anosi ovoz to'plasa o'shanga shu aytamiz. Mana bu yerga yozasizlar. Men yozmayman, lekin sizlar yozasizlar. Xo'sh do'stlar, men shu narsani aytmoqchi edim. Sizlar bilan Dilis Normurodov. Albatta videolarni o'tib like, obuna bosib qo'yinglar.